qilamiz. Bugungi podkastimizni mehmoni Bekzod Bekitolipov market struktura SNS strategiyalarini mukammal bilishadi. BTS ga strategiyasini shakllantirib o'zlari ishlashmoqda. O'zim o'tmoqchi edim vebinarni. Shunaqa hayol kelib qoldi. Alisher bilan biz aka keling общий qilaylik, odamlarga foydasi tegsin. Misol Ilo to'pon o'sha trend bo'lganligi uchun, trend sizni do'stingiz bo'lganligi uchun hamma o'shani bemalol tushunyapti. klassikada ishlayman deb duo qilayotgan odam Elliotni tushunmasa, u klassikani ustasi emas. Ya'ni SMC'da ham, yana qaytadan aytaman, SLR'da ham baribir shu nuqtalarga borib keladi. Menga oxirgi marta yozayotgan odamlar 40 ming, 80 ming bo'lsin deb qo'yganlar. Endi menga ko'pchilik aka deydi, kursiz bormi? Bor bo'pti, o'qitamiz. Aka pulim yo'q. Bo'pti, okey. Hozir kursga puling yo'q ekan. Hozir o'rgandim. Depozitni nima qilasan? Bozor siz bilan shunday o'yin o'ynaydiki, boshida yutqizib turganda shashkalarni bitta berib chiqadi. Oxirida bir dona toshgan so'ng hamma shashkalarni urib tashlaydi. Treyderlarda afsonasi, ya'ni afsonaviy treyder deb nomlangan shu ayolda bir gapi bor edi. Treyderning darajasi 4 ga bo'lingan.